Ikkita do'st o'qishni bitkazibdi-da, bittasi uylanibdi, bittasi uylanmabdi. Uylangani, uylanmaganiga aytayotganmish. Oshna san ham uylanavermadinglar, yoshimiz o'zi bir joyga yetdi desa, yo'q, men shaxsiy karyeramni qilib, keyin uylanaman. Shu tarzda 5 yil o'tibdi. 5 yildan keyin ko'rishib, o'rtoq uylanmadinglar, uylan, yoshing o'tib boryapti. Yo'q. Mana sen uylanib nima bo'ling, ro'zg'oringni ba'zir o'tkaryapsan, kuningni ba'zir ko'ryapsan. Men oilam qiynalishini xohlamayman, oilam to'kin sochin yashashini xohlayman desa, yo'q, oshna noto'g'ri o'ylayapsan. Har bir rizqni Alloh beradi, har bir bandaga rizqni Alloh beradi. Sen noto'g'ri o'ylayapsan, uylanaversa, yo'q, xullas men karyera boshlab keyin uylanaman. Yillar o'tibdi-da, yosh 40 dan ham o'tib ketibdi-da. Oshna uylanmading, yoshingni qara bir joyga yetdi. Sen ozgina qoldi, oshnaman, ozgina qoldi. Mana men bu bolani qara deb telefonni ko'rsatayotganmiz. Hali 16 ga to'lmagan bola IT sohasida O'zbekistonda nom beradi endi debdi. Mana shu bir ishimga yordam berib yuborsa, shu bilan karyeram boshlanib ketardi debdi. Faqat $3000 so'rayapti-da debdi. Yo'q, shu bola yordam bersa bo'ldimi, ishing bo'lib ketadi. Ha, $3000 so'rayapti desa, men aytaman, tekinga qilib beradi bu bola, faqat uylanasan. Yo'q, bu bolani taniysanmi desa, ha, o'g'lim bo'ladi.